Еш Qozon xonlig'ina qo'rqinish yo'nay. Astrxonning eng oyovsiz, eng makirli sug'ishchilari Qozonda qora niyatlarin turmushga oshiruvdan qo'l so'zini yiroqlikda. Tikmordorlarning yo'lin muhabbat bo'la. Onun go'zalligi, yoqtiligi, ixlosligi eng ümidsizlarni da o'zgartirga, burchlaridan voz kechtirishga sababli. Lekin muhabbatning da o'z bayasi bor. Bu birovlarni iriksiz, ikkinchilarni aqlsiz, uchinchilarni tutnoqsiz qoldirırga, butun dunyoning ostin-ustga ketirishga sababli. So'nggi suyu, so'nggi umid, so'nggi yol.